Kriptovalyuta bilan O'zbekistonda shug'ullanayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling, siz jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Chunki O'zbekistonda kriptovalyuta bilan shug'ullanish uchun albatta litsenziya olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yoki litsenziya olingan saytlar yoki korxonalar bilan birga ishlashingizga to'g'ri keladi. Va mana shunday holatdan tashqarida, ya'ni siz O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan saytlar bilan yoki kriptovalyuta bilan bog'liq holatlarda shug'ullanayotgan bo'lsangiz, ogoh bo'ling, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Demak, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 155-prim 4-moddasiga ko'ra, kriptovalyuta to'g'risidagi qonunchilikni buzish uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Shuningdek, Jinoyat kodeksining 278-prim 8-moddasiga ko'ra, kriptovalyuta qonunchiligini buzganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bunga ko'ra, ya'ni miqdorga qarab, agar siz ko'p miqdorda kriptovalyuta aylanmasini amalga oshirgan bo'lsangiz, demak siz to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bugungi kunda amaliyotda nima bo'lyapti? O'zbekistonda ro'yxatdan o'tmagan kriptovalyuta bilan shug'ullanyapti saytlar orqali va bu fuqarolar aniqlanyapti. Uning hisob raqamidagi butun aylanma olinib, demak 1 million yoki 500 ming USDT'lar aylanmasiga olinib, demak u so'mga hisoblanib, demak bu juda ko'p miqdor beryapti va to'g'ridan-to'g'ri jinoyat ishi qo'zg'atilyapti. Shuningdek, mana shu daromadlarni legallashtirish, ya'ni olingan daromadlarni, noqonuniy olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha, ya'ni 243-moddasi bilan ham ayblilik masalasi hal qilinyapti va katta ehtimol bilan qamoq ehtiyot chora tanlanmoqda. Shuning uchun ogoh bo'ling, kriptovalyuta bilan shug'ullanish uchun albatta qonunchilikka rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agarda sizda mana shunday muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.